Xo'p, birinchi navbatda Chelsea muxlislarini ajoyib g'alaba bilan tabriklayman. 3-0 Barselona alamli mag'lubiyatga uchrab uyga qaytyapti. Ana endi gap cho'zib o'tirmasdan sharhlovchiga o'tsam ham bo'ladi. Hozir ko'pchilik aytishi mumkin, jamoang yutqazganda sharhlovchini aybdor qilma deb. O'zi ham aytishi mumkin, lekin yo'q, men hozir fakt bilan asoslab beraman, eshitib turinglar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Demak, birinchi o'rinda sharhlovchi Barselonani mag'lubiyatining sabablarini sanab bermadi. O'yindan keyin o'zida yo'q xursand. Barselonani mag'lubiyatiga sabablar yetarlicha edi. Agar Real Madrid yutqazganida qalashtirib tashab sanab bergan bo'lardi Luboy sharhlovchi O'zbekistondagi. Chunki Real Madrid muxlislarini ko'nglini olish kerak. Ular hozir yutqazib jahli chiqib turibdi. Ularga yoqadigan gaplarni gapirib ovutib qo'yish kerak bo'ladi va ular buni qoyil maqom qilib uddalab keladi shu paytgacha. Lekin Barselona yutqazganda Chelsea qizil kartochka bo'lmagan taqdirda ham zo'r o'ynab turuvdi. Chelsea 6 ta 7 ta gol urdi. Agar ofsayd bo'lmaganda bilmadim hisob qanaqa bo'lardi. Chelsea zo'r o'ynar. Yo'q, tushunmayman. Qizil kartochka, Araujo qizil oldi. Rafinha endi tiklanish jarayonining yakuniy bosqichiga yetib keldi. Kechagi Chelsea bilan o'yindagi 30 daqiqa bu eng oxirgi tiklanish jarayonining yakuni edi Rafinhada. Keyin o'zi aslida Pedrining yo'qligi juda ham qattiq bilindi. Bilinar ekan, ko'rdinglarmi? O'shaning uchun men Messini olib kelish kerak deb yotibman-da. Pedrining yo'qligi maydon markazidagi balansni buzilib ketishiga olib keldi mana. Misol uchun De Jongni bir o'zi yolg'izlanib qoldi, hech narsa qila olmadi. Qo'lidan kelganini qildi-yu, bu juda ham kamlik qildi. Demak, Pedri bo'lsa, o'sha o'yinni tempini o'zi nazorat qilardi, boshqarardi. Pedri to'p bilan muomala qilgan paytda qolgan jamoadoshlarini qaysi pozitsiyalarga ochilishini ham belgilab beradigan, to'pni o'zida yaxshi saqlab turadigan futbolchi bu Pedri edi. O'sha Pedrining yo'qligini umuman aytmaydi. Yana nima? Estevao haqida gapirganda vobshe tugadim, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Estevao oddiy yigit. Bu bola Instagramga post qo'ymaydi, o'yindan oldin gapirmaydi, maydonga chiqadi, hal qiladi deyapti. Ko'ramiz. Maydonga chiqib hal qila olmagan o'yinlarida mana Estevao o'yindan oldin gapirmadi, Instagramga post qo'ymadi, lekin hech narsani hal qila olmadi desam, unda nima bo'ladi? Ha? Tushunmayman. Xo'p, keyin yana qanaqadir Estevao qanotidan raid qildi-da, o'zini qanotidan o'sha gol urgandan keyin Andres Christensen bilan to'qnash keldi. Barselona himoyachisi ortiqcha qiyinchiliksiz, ortiqcha hech qanaqa harakat qilmasdan to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Estevao vaziyatni boy berdi, ya'ni aldab o'tib keta olmadi, dribling qila olmadi. Estevao sayr qilyapti. Qanaqa sayr? Hozirgina vaziyatni yutqazdi. Maqsadiga erisha olmadi. Aldab o'tib ketish kerak edi sayr qilganda. Bemalol sayr qilyaptimiz-da. Yana gapiraman desa gap ko'p, uni sharhini hozir 90 minutini olib detalman qilmoqchi emasman, video cho'zilib ketadi. Bilmayman. Bo'ldi, короче.